Odamlar bu hikoyani eshitishlari kerak. Bu ko'pchilik uchun ilhomlantiruvchi hikoya. Chunki ko'plab odamlar o'zini tuzoqqa tushib qolgandek his qiladi. Ular qotib qolganliklarini his qilishadi va hech narsa qila olmasliklariga ishonishadi. Endi borimiz shu ekanda deb o'ylashadi. Sen o'zingni xuddi shunday his qilgan odam eding, lekin qanday qilib u odam bo'lmaslikni va o'zing hurmat qiladigan inson bo'lishni o'rganding? Qanday qilib boshlading? Chunki avval muvaffaqiyatsizliklarni boshdan kechirgansan, to'g'rimi? Masalan, suv masalasida ham taslim bo'lganding. Ha, Ikkinchi marta urinib ko'rganingda qaytib borib vazn yo'qotishing kerakligini bilib, ishingdan ketding. birinchi yugurishimda 134 kilogramm vazn tashlashga qaror qilgandim. Taxminan 32% tanam yog'dan iborat edi. Avval 6 kilometr yugurishni reja qilgandim. Bunaqa og'riqli bo'lishini bilmasdim. Ilgari semirib ketmasimdan oldin yugurganman. Buni qila olaman deb o'ylagandim. 400 metr yugurib uyga piyoda qaytib keldim. Uyga kelib divanda yig'ladim. Keyin 20 daqiqalik masofada joylashgan onamning uyiga bordim va uning divanida yana yig'ladim. Buni qila olmayman deb nima qilishimni bilmasdim. Kimdir mendan homilador bo'lib qoldi. Hayotim dabdala bo'lib ketdi. O'sha paytda oyiga $1000 ishlab topardim. Uyimning ijarasi esa $810 edi. Miyam doim men bilan urushardi. Sen yetarli darajada yaxshi emassan. Bu seni ishing emas. Ular dunyodagi eng kuchli odamlar. Sen ulardek emassan derdi. Bu qanchalar g'alati eshitilmasa, Rocky filmiga qattiq bog'lanib qolgandim. Ayniqsa birinchi qismiga. Bolaligimda har kuni uyga kelib Rocky'ni tomosha qilardim. Kassetani olib 14-raundga o'tkazardim. 14-raund meni boshqacha larzaga solardi. Nimaga? Chunki musiqasi sababli. Turnike tortinish bo'yicha rekord o'rnatganimda shu musiqani qayta 17 soat davomida tinglaganman. Men hayotimni oldindan tasavvur qila olaman. Ko'p odamlar e'tibor bermagan jihatlarni payqay olishni bilardim. Buni ustida ishladim. Men ko'rgan narsa shu ediki, Apollo Creed Rocky'ga juda jiddiy zarba berganda, uni urib tashlaganda, Rocky kurashda davom etdi. U savodsiz edi, o'qiy olmasdi, xuddi mendek o'qiy olmasdi, yoza olmasdi ham. Faqat qaytmas edi tamom. Apollo uni burchakda urib yiqitdi. Hamma unga o'rnidan turmaslikni aytdi, lekin u o'rnidan turdi. U turganda Apollo Creed qo'llarini havoga ko'tarib g'alabasini nishonlardi. Creed orqasiga o'girilib, Rocky'ning o'rnidan turayotganini ko'rdi. Apollo Creedning o'sha paytdagi yuzi meni o'zgartirdi. Apollo Creedning yuzi. Rocky o'rnidan turdi, g'alaba qozonmadi, faqat o'rnidan turdi. Apollo Creed bo'lsa, chempion edi. U eng zo'ri edi. Rocky o'shanda uning ruhini sindirdi. Haqiqatdan ham uning ruhini sindirdi. Apollo boshini egib, unga